Assalomu alaykum. Sizlarga yangilik narsani ko'rsatmoqchiman. Hali o'zimizda Kolxozobod bo'ylab, Tojikiston bo'ylab desak ham birinchi marta yangilikdan udarini chiqaryapmiz. Inshaalloh shu videoni ko'rdingizmi? Malol kelmasa padlis haqingizda. Chunki bu narsa o'zimizda janga chiqibdi. Mana egasi ham shu yerda. Assalomu alaykum. Keling. Yana Assalomu alaykum. 3 в 1 deydi ekan. Bu kroshka qilingan haligi tashdan. Rangi o'zgarmaydi. Faqat rangi o'zgarmagani uchun bular chisti bek rang qo'shilmayotgan tash ekan. Qolganlariga ham misol 8 yildan 15 yilgacha garantiya ekan. Odamlar bir umr ham yashagan narsalar qur ahakda ham turibmiz. Aytib o'tsangiz. Ayting, mayli. Fasadniy termopanel 3 в 1 از 8 سال تا 15 سال گارانتی دارد. سنگ مرمر خطی می شود. اینش ورساچی برای سوکل، اینش برای دیوال و ایش هم با یک نمود دیگه برای سوکل یا که برای اوگل ها. Buna sokul deganlari endi inshaalloh ul betonga qo'yiladi. Beton, sokul beton, fundament. Fundament. Odamlar tushunmaguncha bitta yarimta bo'ladi. Bu narsalar sokul degan faqat fundamentga qo'yiladi. Mana endi ayting qana bulardan keyin necha somondan bo'lyapti? Qanday variantlar uyga parib ustanovka qilsangiz 5 ustanovka. Bu 100 somon kvadratini chiqarib beramiz. O'zlari olib borib ustanovka qiladi klientlar. Agar ustomuz yo'q, o'zlaring kelib ustanovka qilib beringlar desa, 130 somondan chiqarib dastavka ustanovka. Ham utplitiligiga men qiziqdim. Bu Penaplex, ya'ni issiq ham o'tkazmaydi, sovuq ham o'tkazmaydi. Buni qarang, odamlar 3 santimetrlik Penaplex. 3 santimetr. Bo'ldi. 3 santimetr. Buni 3 santimetri shu loy devorda 30 santimetrni joyini oladi. Oladi. Utplenada. Ekranda nomerlar bo'ladi. Adresga kelayotgan bo'lsak, Jaloliddin Balxiy, ya'ni markazda turibmiz, sentrda. Shunaymi? Bo'ldi. Ta'kidlab aytib bering. Nohiya Jaloliddin Balxiy. Nomer telefon 908 98 98 53. Damin nomer WhatsApp hast 937 72 97 97. Bu nomerlarni aytgan nomerimizni ekranga yozib qo'yamiz. YouTube'da yozilib biri. Endi kimdir agar olmoqchi bo'lsa, muammo emas, inshaalloh kelib turib bir qo'llab-quvvatlab shu videoni qo'ldan kelgancha dastgir qo'llab-quvvatlasangizlar, inshaalloh endi bu ish ham oldiga ketadi. Nimadirki o'zimizga qachonki kimdir bir narsa chiqarsa, biz nima qilishimiz kerak? Saligina motivatsiya, podдержка boshqa bizdan hech narsa ketmaydi. Birov sizdan pul so'ramaydi, birov yoki like bosamaydi. Просто tarqatib qo'ysangizlar, inshaalloh ham savob shu birodarimizning ishi jirishib, qancha insonlarning ishlari yengillashadi, yana qancha odamlar ish o'rni topadi. Chunki uyga borib stanovka qiladi, ishlaydi, bu yerda ishlaydi. Shuning o'zi ham bir ham odamlarga ish beradi, ham odamlar foydasiga. Shunaymi? Bo'ldi. Inshaalloh bir qo'llab-quvvatlab berasizlar degan umiddamiz. Tashlarni ko'rsatmayapmiz ularga. Endi bu yerda merk tashi bor ekan, katta tashi bor ekan. Buna bu merkisi, rang va shu o'zgarmaydi. Kattasini olib qo'ying. Bu krupnisi, ikki xil ekan. Krupni. Bular rangi o'zgarmaydi. Rangi o'zgarmaydi. Bu shu toshni, tabiiy toshni o'zini maydalangani. Tabiiy toshning o'zi maydalangan, qarang. Denlaringiz sog' bo'lsin. Adresi Kolxozobodning sentrida, uyingizga borib stanovka qilib, adyan qayergacha shuni aytib o'tsangiz. Orientir to Qo'rg'ontepagacha bu yog'i, bu yog'i to Qumsangirgacha, bu yog'i Jilikul, bu yog'i to Guliston. Bu yoqqacha Dalshi zakaz tushadigan bo'lsa, dastavkasi dogovornoy bo'ladi. Bu yoqqacha dastavka qilib berasizlar. Aparib. Olib borib dastavka qilib beramiz. 100 kvadratdan oshiq olsa. Mana 100 kvadratdan oshiq olsa. Shu territoriyagacha 100 kvadratdan oshiq olsa dastavka beramiz. Qorong'ichga bu yoq Qumsangir, Jilko'lgacha aparib stanovka qilib bersangiz 130 so'm bo'ladi. Bo'ldi. Mana 130 so'm. Ondan oyog'i uje yana dogovornoy. Undan oyog'i dogovornoy bo'ladi. O'ylaymanki bir qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Chunki odamlar fasadni prosta haligidan kraska qilib 10 yil 5 yil ketib yotarlar. Bu bar narsa tembola tosh. O'ylaymanki mumkin 15 yil, mumkin 20 yil, mumkin 30 yil ham turishi mumkin. Hech narsa tiyishmasa turaveradi. Bo'ldi. Hozir tayyor urilgan uy bor. Uni ham borib ko'ramiz. Bo'ldi, tamom.